Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Men ismim Rustam Ali, 30 ga kirganman. 12 yildan beri sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Profilimga kirsanglar 14-kundan, asosiysi 13-kundan yugurib gapirishni trend qilamiz deb videolar qo'ydim. Boshida rosa e'tibor kuchli bo'ldi, blogerlar yozdi, yangi yo'nalish qildingiz. Omadingizni bersin, bunaqa yo'nalish yo'q edi, vayn olamiz u deyishdi. U video 1.300.000 prosmotr bo'ldi. Gap so'z yo'q. Demak, semirganlar ko'p ekan. Semirishga qarshimizda videoga olishni boshladim akalar, opalar. Keyin negativlar boshlandi. Katta odam, shu ham ishmi? Boshqa ish qilsang bo'lmaydimi? Deyishdi, u deyishdi, bu deyishdi. O'zim to'g'ri yo'lda ketyapman deb his qildim o'zimni. Keyinchalik o'ylab qarasam, haqiqatan ham katta bo'lganda bola chaqang qana yuradi, uyalmaysanmi, bir narsalar deyishdi. Endi men to'g'ri ish qilyapman deb o'yladim. Afsuski, noto'g'ri yo'lda ekanman. Semizlikka qarshimiz desam, odamlar zo'rg'a semirgan ekan. Navarot, ozishga qarshimiz. Sening ishing noto'g'ri. Bu ishni yig'ishtir deyishdi. O'ylab qarasam, ko'pchilikda aytgan degan. Endi yig'ishtirmasak bo'lmaydi ekan akalar, opalar, xafa bo'lmaysizlar. Yugurish zarar ekan odamlarga. Mana shu Instagram xalqiga yoqmaydi ekan yugurish. Juda qiyin ish ekan u. Bo'lib ham bola chaqa nima deydi rostdan ham deb o'ylab qarasangiz, bola chaqani yosh bolalar ermaylasa, seni dadang yugurib yuribdi desa degan fikrlar kelib qoldi. Bo'pti deb to'xtatdim. Mana ertalab emas, masalan 10larda ishga chiqyapman, uxlab, maza qilib. Iloji boricha semirishga harakat qilaman men ham. Semizlik aslida yaxshi ekan. Kasallik emas ekan, shuna deyishdi. Xalqni gapiga quloq solgan holatda bo'ldi, yugurib gapirishni ham, ozishga harakat qilishni ham to'xtatamiz. Iloji boricha semirishga harakat qilamiz. Akalar, yana fikrlarni qoldiramiz, kommentariyadan bilib olamiz. Kerakmi o'zi bizga bu yugurish degan narsa kerakmi? Bu kerak emasmi? Yo yugursak ham bir bekinib yugurishimiz kerakmi? Odamlar nima deydi? Odamlar ko'rsa jinni deb o'ylamaydimi? Odamlarning fikri asosiysi-yu. Fikrlarni qoldiramiz. Xizmatinglarda Rustam Ali barber, kelaverasizlar. 12 yildan beri sartaroshman, bekarchi emasman. Boshqa ish qilsang bo'lmaydimi deydiganlar ham bor. Yozinglar, kommentni bilib olamiz. 3 soat vaqt akalar, opalar. Rahmat kattaga, shuncha paytdan beri qo'llaganlarga rahmat. Qo'llamayotganlar juda ko'p lekin. Komment yozasizlar.